Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Spark mashinasi. 2013-yil 140 ming kilometr masofani bosayotgan ikkinchi peysi mexanikasi bo'ladi akalar. Mashinaning holati zo'r holatda turibdi. Balonlari ham yaxshi holatda ekan akalar. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Okalar salonlari ham zo'r holatda, ikkinchi peysi mexanika, mashinaga yaxshi ko'rilib solingan Mercedes reflektor, audio sistemasiga вообще gap bo'lishi mumkin emas okalar. Yaxshi original panel, magnitofon, mejgar pult, shalkalar qo'yilgan Mercedes reflektor. Xo'p, pakelini temir gaz bo'lib uстановка qilingan. Orqa tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonlari ham zo'r holatda turibdi. Motor, korobka, hadoq qismida umuman muammosi yo'q deyapti. O'zining uchun tekshirib, prek qildirib olasizlar. Kuzovlar ham zo'r holatda turibdi. Kraska holati shu bitta eshik bilan krыльёсida kraskasi bor ekan, yuzaki qirilganiga, sepilganiga mashina budallari yo'q. O'zining uchun tekshirib, prek qildirib olasizlar. Xullas, Spark'ga qoranish qog'ozlariga bu videoni jo'natib qo'yasizlar akalar. Bu mashinamizni ukamiz bilan tortishib bo'ladigan narxda $4,900 shurqudi 2013-yil 140 ming kilometr masofani bosayotgan ikki mexanika Spark.